mana biz juda katta fojialarni boshimizdan o'tkazdik. Hech qancha bo'lmadi, pandemiyani o'tkazdik. Pandemiya keldi, haligi viruslarni tutib olaman deb ko'chada haligi tanklar bilan ot tashlayman deb yurishdi, boshqa qildi. Bu ham qanaqadir harakat edi. Mayli primitivdir, boshqadir. Qanaqadir vagonlar qurishdi, undoq qilishdi, bundoq qilishdi. Mayli bu harakat hukumatning harakatini ko'rdi. Bu qanchalik samara berdi, bermadi, u boshqa narsa. Lekin tan olish kerak, ekologiya sohasida shunaqa narsa bo'lmadi. Mana masalan biz dot dedi kechasi boramiz, bittasini tutib olamiz, arrasi qo'lida qoladi, ana yoqda haligi nima deydi, tishini kovlab o'tirgan odam. Endi birinchidan, ikkinchidan parnik albatta bo'lish kerak. Masalan, har holda bugun kambag'al odamlar pomidor, bodring yemasa ham o'sha ekologiyani boshqalari va hokimlar uyida bodring, pomidor sveji bo'lish kerak. U narsalar ham bo'lish kerak. Shuning uchun bu yerda tan olish mashaqqati degan narsa bor. Ya'ni men shuni his qilyapmanki, mana masalan davlat rahbari darajasida haligi tezkor choralarning ko'rilishi bo'yicha nima qilinishi, bu birinchi muammoni tan olinishi bo'ldi. Shu paytgacha bunaqangi narsa bo'lgan yo'q edi. To'g'ri. Endi muammoni hal qilishni yarmi buni tan olishdan boshlanadi. Tushunish tan olish. Ya'ni tan olishdan boshlanadi. Demak, biz hozir endi qadam qo'ydik. Buni qila olamizmi, yo'qmi? Endi albatta bu savol ostidagi narsa. Chunki biz vaqtni anchagina boy berib bo'ldik. Ana u daraxtlarni biz ko'tarib quloqdan tortib chiqara olmaymiz endi. Uni haligi nima deydi, hokim pishirib yeganingiz bilan farqi yo'q. Lekin bunaqa narsalarni kelajakda takrorlanmasligi uchun albatta huquq tizimi,